Hammaga salom do'stlar. Sizlar bilan Play kanalı. Sizlar bilan bugun biz Survivor rejimini o'ynaymiz. Kanaldan ketdik. Birinchi olib daraxt chopib boshlaymiz. Oy mantıklı qarang. Daraxt chopamiz. Men yerga kirganimdan menga mana shu qilich, olmos, izumrud, temir, oltinlarni berdi. Nimaga berdi bilmayman. Lekin kerak bo'lib qolar. Yo do'stlar, mana qishloqqa qaranglar. Buni qomat yo'q chiqadi. Men mana shundan bitta uy sotib olaman mana shu pulimga. Aholisi bormikan bu yerda? Mana bitta aholini ko'rdim. Men bitlarni qaranglar, temir ko'p tashlabdi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Men shu yerdan bitta uy olmoqchi edim. Menga nima olaver? Mayli, boshqa aholidan so'raylik. Pastki olamga ketadigan portal ham bor. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Men shu yerdan uy olmoqchi edim. Qayerni olsam bo'ladi sotib olish uchun? Men bilmayman. Men bu bolaga qarayman. Yordam berishga. Ben bir cekip göreylikçi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Nima xizmat? Men shu yerdan uy olmoqchi edim. Uy, anaqa. Menga yoqqan uyni olmoqchi edim. Olsam bo'ladimi? Ha, o'zingga tanlab olaver. Bo'pti, bo'lsa men o'zimga uy tanlab kelaman. Obunachilar o'zimga tanlayman. Menda bo'ladi-ku, lekin menga yo'q. Mana bitta quraylik. Bitta qo'ymasdan bari chiqdi. Bitta uchish, bitta izimrud. Bu yoqda ham chiqamiz. Mana shu olaman. Yetib kelaymi yerga? Nasıl yetib kelaymi? Yo'qdan boraman. Ciddi hal bo'lmasa. Keyin qornimni ham to'ldirishim juda ochib. Assalomu alaykum. Men uy tanladim. Qanaqa? Mana shunaqa uy. O'sha uy qancha turadi? 64 stan. Yana men yonidagi qozni ham olmoqchi edim. U qancha? O bepul. Pulni mana shu sandiqqa sol.
de yani içeri gelmezseler basar. Yorumunu anlattık mı? Anlattık da farklı kalacak. Evet. Direkt izleyiciler. Ben Paris'in satılarını izliyorsunuz. Bu yine iyi. Bir start yatağı falan var. Benim çarpımda kimdir yaşayan? Sen bu kadar sen bu kadar cüdeyim sonra sen kaldır. Ben şu yok narsalarımı joylashtirayım. Ben burada cüdeyim açık gittim ben poliste bu narsalarımı polisten alıp ve sen gittim. Telefonu Analista savcı ve kartoşkayı mesela bir olay mesela kartoşkayı nasıl bağlı şeyleri Kalyanın açık hesaplayana açık olsam iyi mi? O yine bitti kılıç böyle gel. Tenseydim eşyamıdır. Güzel çorba. Keyin ana Mehmet'e poyzuldu çıkarmadı. Men hozir nima qilsam bo'ladi? Men hozir shu bulutdan men nima qilsam bo'ladi? Men o'zimga mashina sotib olaman deb o'zimga omborni qo'yaman. O'tni sotib olmayman. Bu blokni qo'yib turamizda mashinadan yo'l ochamiz. Shu omborxona quramiz. O omborxonani keyingi qismda quraman. Hozircha hammaga xayr.